Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizlar bilan birgalikda arab tili harflarini o'rganishda davom etamiz. Ana endi sizlar bilan g'oyn harfini ko'rib chiqamiz. G'oyn harfi o'tgan darsimiz kabi ayn ko'rinishda yoziladi. Faqat uning bir dona nuqtasi bor. Mana. Va bosh, o'rta, oxirgi ko'rinishlar xuddiki aynni kesib olganimizdek, bosh, o'rta, oxir ko'rinishlari bilan yuz bir xil bo'ladi. Faqat uning ham nuqtalari bor. Xo'p, endi g'oyn ko'rinishning talaffuzi qanday bo'ladi? G'oyn arab tilidagi g'oyn, o'zbek tilidagi g'oyn bilan deyarli bir xil, ya'ni 100% bir xil desangiz ham bo'ladi. Kiril alifbosidagi yoki o'zimizning g'oynimiz mana g ga chiziqcha qo'yishyapti. G'oyn bo'lgandek aynga bitta nuqta qo'ysak, g'oyn bo'lmoqda. Faqatgina bitta farqi bor. Misol uchun deylik, baroq degan kalima bo'lsa, baroq degan kalima bo'lsa, baroq ozgina ushlab turishinglar kerak bo'ladi. Qolgan jihatlari hammasi bir xil. Va o o'qiladigan toifaga kiradi. Misol uchun g'aroba. G'o. Hech qachon g'a demaysizlar. G'o deysizlar. Qolgani g'ulam, g'ifr kabi i bilan u o'zini talaffuzida bo'laveradi. Ana endi sizlar bilan mashqda ko'rib chiqamiz. O'tgan harflarimiz yetib keldik. G'oyn harfida buni yana bitta harfimiz olinmay qoldi, ishqisi yo'q. Xo'p, g'oyn harfimizni ko'rib chiqamiz. So'zlarda abg'o. Keling endi yozuvlarda ko'rib chiqamiz. G'oyn harfi bosh ko'rinishda mana bu tarzda yoziladi. G'oroba. Yoki yana bosh ko'rinishidan g'oba. G'obani o'zi. Yoki yana boshqa ko'rinishlar yozishlar mumkin. Ya'ni bosh ko'rinishi aynan shu ko'rinishda yoziladi. Ana endi o'rtada rog'oba. Rog'oba. Mana. Rog'oba tarzda. Yoki boshqa so'zlarda xo'p, toni o'tdik misol uchun. Tog'o. Tog'a demaysizlar. Tog'o. Xo'p, tarzda bo'ladi. Shu yerda ozgina xatolikka yo'l qo'ydik. To'g'ri aytdingiz. O'rta ko'rinishini yozishimiz kerak edi. Tog'oro bo'lsin. Tog'ora demaysizlar. Tog'oro deb talaffuz qilasizlar. Ana endi oxirgi ko'rinishga keladigan bo'lsak, barog'o. Barog'o. Yoki boshqa so'zda yana zag'o tarzda bo'lishligi mumkin. Bu ulanmaydigan shakli. Ana sizlarga ulanadigan ko'rinishni ko'rsatib o'taman. U bag'o. Xo'p, yoki biroz oldin yozganimizdek ta yoki sag'o. Shu tarzda yozib davom etishingiz mumkin bo'ladi. Arab tilini o'rganishda davom etamiz. Arab tili juda ham oson. Sizlar bilan birga Ibrohim Muhiddin bo'ldi. Salomat bo'ling.